Salam kichik do'stlar. Bugun Annalar bayrami. Sizlarga o'qib bermoqchi bo'lgan hikoyam xuddi onamga o'xshash. Sharon Harmer. Mening ismim Taychoq. Men tez chepishni bakmi yaxshi ko'raman. Har qitim tez chapgan vaqtimda yaylalarim quyruqimni silkib, beshimni ko'tarib, quloqlarimni ding tutib tez chapaman. Tiqlaq, tiqlaq, tiqlaq qilib. Xuddi onamga o'xshash. Mening ismim Qo'za. Men etizlarda o'ynashni bakmi yaxshi ko'raman. Har qitim do'stlarimni ko'rganda ba deb chaqiraman. Xuddi onamga o'xshash. Mening ismim Muzay. Men etizlarda o'ynashni yaxshi ko'raman. Har qitim etizlardan gullarni topgan vaqtimda mu deb chaqirib, do'stlarimga xabar qilib qo'yaman. Xuddi onamga o'xshash. Kichik do'stlar, aytib beringlarchi, mening ismim nima? Mening ismim Mushuk yaproq. Men ay yulduzlar chaqnagan oqshomda chiqaman. Ham chaqnab turgan yulduzlarga qarab, deb chaqiraman. Xuddi onamga o'xshash. Kichik do'stlar, mening ismim Kuchuk. Mening yaxshi ko'rib o'ynaydigan o'yinim bo'lsa, kichik o'rak qo'lash. Men kichik o'raklarni qo'lab, yaxshi ko'rgan ustixonlarimni shu yerga yoshirib qo'yman. Qusqim ochgan vaqtda uni ichib, elib yeyman. Xuddi onamga o'xshash. Men har kuni do'ppamni kiyib, sharpamni taqab, chapunimni chang yepinchoqlab, qo'limga seriq donlarni liq to'shqizib, sirtqa chiqib, to'xolarga don chechib beraman. Xuddi onamga o'xshash. Xo'sh, kichik do'stlar, bugungi kuninglar xayrli bo'lsin.